Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun 5-mart sanasi bilan o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Nasibaxon opajonimiz bilan bog'landikmi? Aha. Yaxshimisiz opajon, sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Allohga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, kattakon bezovta qilib qo'ymadimi sizni? Yo'q. Minnatdormiz. Ayni daqiqalarda biz sizga quvonch va shodliklarni, yaxshi kayfiyatni tilagan holda Dilimdagi tilaklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Madina Bonu bo'laman. Ha, rahmat. Minnatdormiz. Bugungidek go'zal sanalarni egasi ekansiz. Tabriklaymiz. Alloh xayrli qilsin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Bir inson uchun nimaki baxtlar, saodatlar bo'lsa, barchasini siz uchun tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Opajon, mana shunday go'zal kunlar munosabati bilan bugun bizning loyihamizga sizga atalgan ajoyib tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Albatta sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani yo'llayotgan yaqin mehribon insoningiz kim bo'lishlari mumkin, taxmin qilib ko'ring-chi? Bilmadim, sal oldin akamdan tabrik keldi. Kim bo'lishi mumkin? Yaqinlarim, hamkasblarimmi? Yana? Jiyanimmi, jiyanlarimmi? O'zingiz aytib ko'ring qani. Xo'p, bo'ladi. Akajonlaringiz orasidan aynan qaysi bir akajoningiz bo'lishlari mumkin? Aziz akam, lam deymanda aziz akam bo'lsa kerak. Mashalloh, albatta adashmadingiz. Ayni damda barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan sizni judayam yaxshi ko'ruvchi mehribon akajoningiz Azizjon aka sizni tabriklamoqdalar. Ha, rahmat. Hamda ularga hamrohlikda barcha oila a'zolaringiz ham sizni tabriklab, ikki dunyo saodatini ham sizga tilab qolishibdi opajon. Rahmat. Minnatdormiz. Opajonim, agarda ijozat bersangiz, ana shu mehribon akajoningiz tomonidan yetib kelgan qalbdan chiqqan qaynoq tabrik xatlarini sizga o'qib yetkazib bersam maylimi? Mayli. Rahmat kattakon, marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum bizning farishtamiz, mehribonimiz, yuzi nurli, go'zal husnli mehribon singiljonim. Seni bugungi shukronalik, shodiyonalik kuning bilan barcha yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz nomidan chin qalbimdan muborakbod etaman. Avvalambor senga uzoq umr, sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik va go'zal baxtlarni tilayman. Bizning baxtimizga, oilamiz baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yurgin. Farishtam, mehr muhabbatda tengsizim, go'zal singlim. Baxtlilardan baxtli bo'lgin. Eng baxtli insonlar ham senga havasila boqsinlar. Allohdan so'rab qo'lingni duoga ochgan barcha tilaklaringni, orzu maqsadlaringni bekama ko'z ro'yobini bersin. Yuzingdan doimo kulgu, labingdan tabassum hech qachon arimasin. Baxt atalmish qasringda bundan-da gullab yashnab yurishingni tilakdoshiman. Har bir kuning fayzu barokatga to'la bo'lsin. Alloh qalbingga nur, ishlaringga fayzu barokatlar ato etsin. Chiroyli ko'zlaring Ka'batullohlarni ko'rsin. Qadamlaring Makkatullohlarga yetsin ilohim. Aytgan shirin zabon so'zlaring Baytullohga labbayka bo'lsin. Ichgan suvlaring esa to'yib Zamzam suvlari bo'lsin. Umr yo'llaringni ustuni bo'lmish, umr yo'ldoshing bilan Makkatullohni, Ka'batullohni, Makka va Madinani tavof aylab, zikr va salovatlar aytish baxti barchangizga nasib aylasin. Mehribonim, jonim, singlim, seni juda yaxshi ko'raman. Yaxshiyamki Allohim seni menga singil qilib yaratgan. Boringga behisob shukrlar bo'lsin. Yana bir bora tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya ushbu go'zal tilaklarni mehribon akajoningiz siz tomon yo'lashimizni iltimos qilganlar qabul qilasiz. Rahmat, kattakon rahmat sizga. Salomat bo'ling opajon. Ammo bu hali hammasi emas.
Ana shu mehribon akajoningizni xuddi o'zingizdek chiroyli bir she'riy nomalari ham bor. Mayli, buni ham sizga o'qib yetkazib bersam? Mayli. Rahmat kattakon, marhamat, tinglang. Millionga bo'linib ketganda chil-chil, begona so'zidan singanda ko'ngil, singilga vafodor bo'lgani kabi akaga mehribon bo'larkan singil. Singilning qalbiga nihol o'tkazib, shirin so'zlar bilan dardni ketkazib, suv so'rasa aka choylar tutqazib, akaga mehribon bo'larkan singil. Yomonlik ko'rib va olmasa alik, aka siqilmang der, axir bunchalik hech kim bo'lolmaydi tuqqanimchalik. Akaga mehribon bo'larkan singil deya o'zlarining ajoyib tilaklariga yakun yasaganlar akajoningiz. Shu fursatdan foydalanib sizning ham ularga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Rahmat sizga ham. Akamlar sog' bo'lishsin har doim. Baxtimga. Rahmat, kattakon rahmat, xursand qildingiz. Mashalloh, sizni xursand qila olgan bo'lsak, biz ham bag'oyatda mamnunmiz opajon. Yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon rahmat. Tashakkur, minnatdormiz. Siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz, negaki mana shunday mehribonlaringiz, mehribon akajoningiz bor. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. O'zingizni doimo ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi, omon bo'ling opajon. uzkids.net taqdim etadi. Dunyolarga ishonmayman uni men, ranjitsalar og'riydi ko'nglim. U baxtiyor bo'lsa men baxtiyor, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Dunyolarga ishonmayman uni men, ranjitsalar og'riydi ko'nglim. U baxtiyor bo'lsa men baxtiyor, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Bugun uydan singlim ketar, yor bilan ko'ngli orzularga lim-molim, akasin erkasi ey guloyim. O'z uyida bugun aziz mehmonim, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Ko'ngli orzularga lim-molim, akasin erkasi ey guloyim. O'z uyida bugun aziz mehmonim, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Bugun uydan singlim ketar, yor bilan ko'ngli oppoq qordek beg'uborim, ro'moli yarashgan ey guloyim. Kulsangchi kulmanim erkatoyim, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Ko'ngli oppoq qordek beg'uborim, ro'moli yarashgan ey guloyim. Kulsangchi kulmanim erkatoyim, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Bugun uydan singlim ketar, yor
yar bilen. Ko'ngli arzularga malim, akasin erkasi ey gülayim. O'z uyida bugun aziz mehmonim, dunyoda eng go'zal yagona senim. Ko'ngli arzularga malim, akasin erkasi ey gülayim. O'z uyida bugun aziz mehmonim, dunyoda eng go'zal yagona senim. Bugun uydan singlim ketar, yar bilan, yar bilan.